Assalomu alaykum, hurmatli Jalolov kanali obunachilari, hurmatli sigir YouTube chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Qibchoq mahallasidan sotiladigan dehqon akamiz uyidan 2, 4, 6, 7 voy sotiladigan bo'g'oz yana bola sigirlarimiz bor. Shuni avzoy qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, bir donadan laykni bosib, obuna bo'lmay kuzatayotgan obunachilarimiz obuna bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa mollarni kuchlilarini bugun sizlarga avzoy qilib o'tib ketamiz. Qadrdonlar, xudo xolasa yana bola variantdan mol so'ragan obunachilarimizga jigarlar, xudo xolasa bolasi g'unaji variantidan bola o'na. Qadrdonlar yuribdi, bolasi g'unaji, xudo xolasa molimiz 2 kurach jigarlar, birinchi bolasi ashi. O'zim noldan mol qilaman, kichkinagina 4 ta suti bor bo'lsa, mol so'ragan obunachilarimizga tushiradi. Qadrdonlar, molimizning narxi 23 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Oma bor, yeb ichishi bor, jomda ham qo'shib yevoradi. Qadrdonlar, yemog'i ichmog'i sog'ligidan vahshiy muammosi yo'q. Mana molni ko'ryapsizlar, jigarlar. Qadrdonlar, keyingi molimiz kunliga qolgan bo'g'ozlagan obunachilarimizga 8 oylikdan o'tgan. Qadrdonlar, molimizni yelin solish boshlab qoldi mana. Ama bunga jicha mehr talabroq jigarlar. Bir qop kunjara bilan bir qop kepe davosi jigarlar. Ama mol haqiqatda zo'r mol bo'lib qoladi. Tutsa bolasi yoniga tushsa 30 millionlik mol bo'ladi-da jigarlar, molni qaranglar. Xo'p, qadrdonlar, molimizning narxi 19 million 500 ming so'm, kami bor. Xudo xolasa pastdagi nomerlarimizga telefon qilaverasizlar jigarlar. 4,5 oylik bo'g'oz molimiz jigarlar, tishlari ham 8 kure lapatki 4 ta suti bor jigarlar. Xudo xolasa behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Molimizning narxiga keladigan bo'lsak, molimizning narxi 20 million so'm, oz-moz kami bor. Pastga nomerlar qo'yamiz jigarlar. Обязательно telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Qadrdonlar, keyingi molimiz mana. Voydod chiroqlig'idan so'ragan obunachilarimiz bor mana, chiroqlig'idan. 2 oylik gumon molimiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, mana. Chiroqlig'ini qaranglar bu molni. Voydod. Qadrdonlar, molimiz 19 million ozgina kami bor. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 2 oylik gumon, xudo xolasa tish kuraklari yo'q. Ularda sirg'alari bilan. Xo'p. 3 oylik bo'g'oz 2,5 oylikka olaverasizlar. Xudo xolasa molimizni bo'ylar 120 kelishgan variantda mol izlagan obunachilarimizga xudo xolasa molni qaranglar jigarlar. Molni qaranglar. Xo'p. 10 oylik bu. 3,5 oylik bo'g'oz. Qadrdonlar, molimiz birinchisiga tishlari 2 kurak quyonch jigarlar. Behijolat narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar jigarlar mana. Bu necha oylik raqam tog'a? 4 oylik molimiz jigarlar, xudo xolasa Eston variantdan mol so'ragan obunachilarimizga molni qaranglar jigarlar, xudo xolasa yeb ichishi sog'ligidan vahshiy muammosi yo'q, xudo xolasa. Qadrdonlar, 20 million so'm kami bor. Yetvosh kelishgan mol qilaman desa mol bo'ladigan jigarlar. Mana chiroqli g'unajingiz lodizmi jigar shevetidan mana qadrdon. Ammo mol qilsangiz bor, haqiqatda 2 kure jigar. 3,5 oylik bo'g'oz, narxi 23 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar jigarlar. Qo'rqmasdan, mollarimiz narxi o'ta arzon. Aytilgan baho muhim emas jigarlar. Behijolat telefon qilaverasizlar mana.